Stone Pictures hamda Spyglass Entertainment taqdim etadi. Birnbaum Barber mahsuloti. Kevin Reynolds filmi. Graf Monte Cristo. (1814-yil) Fransiya imperatori Napoleon Bonaparte Italiya sohillari yaqinidagi Elba oroliga surgun qilinadi. Xavfli mahbus ozod etilishidan qo'rqqan ingliz askarlari bu orolga yaqinlashgan kimsani u qay maqsadda kelgan bo'lishidan qat'iy nazar otib o'ldirishardi. Bosh rollarda Jim Caviezel, Guy Pearce. Tentaklar. Sohilga tushishga ruxsat olgunimizcha, kapitanni marjon qoyalar ortiga yashirib turing. Meni tashlab ketyapsan deb o'ylagandim. Biz Mondegolar hech qachon do'stlarni tashlab ketmaymiz. Biroq Monsieur Morelli vakili sifatida ikkinchi yordamchi vakolati doirasidan chiqqaningni aytib qo'yishim lozim. Yetar. Rasmiyatchilik bajarildi. Tabibga ko'rsatmasak, u o'lib qoladi-ku. To'g'ri. Ammo men ham jonimdan to'yganim yo'q. Tushunarli. Ingliz askarlari. Otma Dantes. Ahmoqlik qilma. O'zga chora yo'q. Fransuz dengizchilarimiz, bizga tibbiy yordam zarur. Qochdik. Yaxshi niyatda keldik. Yura qol, Edmond. Sizlarga ziyon yetkazmaymiz. Qochdik. Ehtiyot bo'l. Nishonga urding. Leytenant Grapple. Agar shu ojiz tentaklarni o'ldirish bilan hovurdan tushsangiz ixtiyoringiz. Ammo bilingki, bular mening odamlarim emas. Darhol niyatingizni bayon etmasangiz, otib o'ldirishadi. Kamina Edmond Dantes, Fir'avn savdo kemasi kapitanining ikkinchi yordamchisiman. Marsel yo'nalishda suzayotgandik. Bu kema egasining vakili, graf Mondegoning o'g'li Fernand Mondego. Kapitanimiz betob, yordam beringlar. Behush holdagi odam og'riqni sezmaydi. Tirnab ko'rchi. Edmond! Leytenant Grapple! Biz yaxshi niyatda keldik. Bu odamlarni yaralaganingiz uchun g'ururingiz shikastlangan sizni. Hodisalarga bo'yoq shom bo'ldim. Inglizlarni otmasam, narigi sohilda jasading yotgan bo'lardi. Seni deb o'lib ketishimizga sal qoldi. Ha, to'g'ri aytasan. Baribir omon qoldik-ku. Buni nishonlash kerak. Sen uchun qadah ko'taraman. Mondegoning do'sti bo'lish xatarli.
Gaping rost. Afsuski do'stlarim men kabi qat'iyatli emas. Nima? Men ham doim dadil emasman. Nimalar deyapsan? Hech nima. Ol. Biz Napoleon Bonaparte sharobidan ichamiz. 1806-yilgi hosil sharobi yaxshiroq bo'lgan edi. Uyg'onganingizni bilib, siz bilan gaplashish niyatida kirdim, Monsieur Dantes. Shaxmat donasining mohiyati qanday? Bu shunchaki bolalikdagi ermagimiz. Doim bellashardik. G'olib yutgan paytining shohi bo'lardi. Payt shohi? Ha. Hammamiz bu hayotda shohlar va piyodalarimiz. Kapitaningiz jonini saqlab qolishga urinishlaringizdan mutaassirman. U nafaqat kapitanim, do'stim ham. Sodiq do'st Anqon urug'i. Siz bilan shu haqda gaplashmoqchi edim. Marsellik qadrdon do'stimga hissiyotga berilib maktub yozdim. Uni britaniyaliklarga ko'rsatmoqchi emasman. Shuning uchun sizdan iltimos, xatimni egasiga yetkaza olmaysizmi? Men bilmadim. Ishoning, bu keksa qari askarlarning yozishmasi xolos. Shu orqali tabibim ko'rsatgan xizmat haqqini uzgan bo'lardingiz. Xo'p, mayli, roziman. Xatni Monsieur Clarionga yetkazishingiz kerak. Eslab qoldingizmi? Monsieur Clarion. Uni qanday topaman? Uni o'zi sizni topadi. Bu xat haqida sizdan bo'lak hech kim bilmasa, hatto sirli do'stingiz ham. Tushunarlimi? Men bir so'zli odamman, zot oliylari. Sizga ishonaman. Ishonaman. Nima kerak ekan unga? Shunchaki Fransiyadagi yangiliklarni surishtirdi. Yo'lga tushinglar endi. Kapitaningiz yarim soat avval jon berdi. Bunga aminmisiz? Jangu jadal ko'rmagansiz-da. O'limni his qilmaysiz. Qirollar va piyodalar, marshal, imperatorlar va tentaklar. Marsel. Tezroq. Morel kemachilik kompaniyasi. Danglar. Nima gap? Kapitan Reyna o'ldi, sir. Edmond Dantes buyrug'imga quloq solmadi. Idoramga kirib axborot bering, danglar. Siz ham kiring, Edmond. Menga xizmat bormi, Monsieur Morel? Ketaver. Mercedes. Qani, Edmond qani? Men ham seni ko'rganimdan shodman. Afsus, u bilan uchrasha olmay qoldim. Nima? Edmondni zarur ish chiqib qoldi. Qoya yoniga kelaman dedi. Sohil xavfli deb aytgandi bunga. Shu rostmi? Javobgarlikni zimmamga olaman. Hammasini shu qildi, monsieur. Aslida siz qilishingiz kerak edi. Baribir kapitanni qutqarib qola olmasdik. Men molni himoya qildim. Siz borj bahona o'z joningiz uchun qayg'urib kemadan tushmagansiz. Edmond Dantes sizni Fir'avnning yangi kapitani etib tayinlayman.
Darajamni pasaytirmoqchimisiz? Darajang pasaymaydi. Katta yordamchi bo'lib qolaverasan. Kapitan Dantesga bo'ysunasan. Yoqmasa boshqa joy izlashingga to'g'ri keladi. Bu yangilik bilan bir yosh xonimni ham suyuntiradigan bo'ldingiz. Rahmat. Monsieur Morel, bilishimcha kemangiz bugun Elba orolidan qaytdi. To'g'ri. Mabodo komanda a'zolaridan hech kim sohilga tushmabdimi? Ha, ammo hozir u odamlar bu yerda emas. Rahmat, monsieur. Kim so'radi deyishsa nima deb qo'yay? Clarion. Mening ismim Clarion. Bitta o'pay. Jahlimni chiqarma. Buni Edmond bilishi shart emas. Men bilaman-ku. Va men bu ikkimizni sirimiz bo'lib qoladi. Sirlarga ishonmayman. Edmondning siri yo'q ekanmi? Bor. Ishonmasang o'zidan so'ra. Maqsadingni bilaman. Xo'sh, Esingdami bolalik chog'imiz? Edmondni tug'ilgan kuniga hushtak. Senga poni sovg'a qilishgan. Rosa jig'ibiyron bo'lganding, chunki Edmond hushtakdan mamnun, sen esa otni pisand qilmagansan. Navbatdagi ermaging bo'lishni istamayman. seningcha Edmond qachon uylanishi mumkin? 1-2 yildan keyin. Vaqti kelib u kapitan bo'lgach, turmush qurishimiz mumkin bo'ladi. 2 yil. Ungacha bitta yarimtasi ilib ketmaydimi? Ana. Mercedes. Sog'inib ketdim. Endi birga bo'lamiz. Biron muammo bormi? Yo'q. Endi men kapitanman. Yur. Monsieur Morel Fir'avnni menga berdi. Edmond. Xudo yarlaqadi. Chindan ham Xudo asrarkan seni. Ketdik. Sen birinchi yordamchim bo'lasan. Bilaman. Yur, ketdik. Sochingni tortqilayverma. Kal bo'lib qolasan. Mendan yashirgan sirlaring bormi? Sirlarim? Yo'q. Nima edi? Istaganingni so'ra. 2 yil kutishimizga hojat yo'q. O'ziga pul ishlab topishim bilan nikohga o'tamiz. Menga o'zi kerak emas. Mana men o'zigim. Nima bo'lgan taqdirda ham uni hech qachon yechmayman. Hech qachon. Salom, navqiron do'stim. Marhamat. Aytchi, Mandego. Qanday qilib sen Dantesdek bo'mag'ur, saxovatli pastkash bilan do'stlashding? Do'stingman deydi-yu, buyurmay mendan sir tutadi. Qanday sir?
Fir'avnning yangi kapitani uchun. Bariga siz tufayli erishdim, ota. Tilagim birgalikda uzoq umr kechiringlar. Omad yor bo'lsin sizlarga. Baxtli bo'linglar. Edmond Dantes kim? Men Marsel prokurori buyrug'iga ko'ra hibsga olindingiz. Nima? aybim nima? Bu maxfiy ma'lumot. Olib chiqing. Izoh talab qilaman. Izoh talab qilaman. Kechgacha qaytaman, qayg'urmang, ota. Bu anglashilmovchilik. Ey Xudoyim. Ko'rinishingizdan xoinga o'xshamaysiz, Dantes. Xoin? Gapimni diqqat bilan eshiting. Hayotingiz qil ustida turibdi. Siz Elbada Napoleon bilan muloqotda bo'lgansiz. Ha, men u yerda deyarli hamma vaqt graf Mondegoning o'g'li Fernand bilan birga bo'ldim. Uni yaxshi bilasiz. Yaqinda bildim. U menga kafil bo'ladi. Ammo siz deyarli hamma vaqt dedingiz. Faqat Napoleon Marseldagi do'stiga maktub yetkazishni iltimos qilgan payt bundan mustasno. Ana shu maktubni olganingizni bizga sobiq hamkasbingiz Danglar ma'lum qildi. Nima? Xatni yetkazdingizmi? Yo'q, u odamni o'zi meni topib kelishi kerak edi. Xat hali ham yonimda. Mana. O'qiganmidingiz? Yo'q, sir. Men savodsizman. Xat Napoleonning josuslariga atalgan. Unda inglizlar orolning qaysi joylarini qachon qo'riqlashi yozilgan. Sir, onam ruhi haqqa ont ichib aytaman. Bundan xabarim yo'q edi. Napoleon xat mutlaqo bezarar deb qasam ichgandi. Yo'q. Sizdan farqli o'laroq u bezarar emas. Sodda va nodon ekansiz. Sizga bundan ortiq ayb qo'ya olmayman. Xat vaqtida qo'limga tushgani baxtingiz. Bu dunyoda qanday yasharkansiz, Edmond Dantes? Qanday yasharkansiz? Ketavering. Rahmat, sir. Shoshmang. Napoleon xatni kim olishini aytganmidi? Monsieur Clarion. Kim dedingiz? Monsieur Clarion. Bu ismni birovga aytmadingizmi? Monsieur Mondegogami? Yo'q, sir. Monsieur Mondego bu xatdan bexabar. Juda muhim ma'lumot. Bunday ishlarda qancha ehtiyotkor bo'lsang, shuncha yaxshi. To'g'rimi? Ha, sir. Uzr, sizni ancha hayajonga solib qo'ydim. Endi shaxsiy foytonimda manzilingizga yetkazib qo'ysam. Bu yoqqa marhamat. Rahmat. Monsieur Villefort. Monsieur Villefort. Monsieur Villefort. Meni qayerga olib keldingiz? Bu anglashilmovchilik.
Meni uyga qo'yib yuborishdi. Endi seni uying qamoq. If qal'asi. Yo'q, yo'q. Ushlang. Oting. Ochishiga yo'l qo'ymang. Fernan! Meni xiyonatda gumon qilib hibsga olishdi. Tasodifan qochib qutuldim. Elbada Napoleondan maktub olib, bu haqda sir saqlashga so'z bergandim. Qadrdon do'stimga noma degandi. Albatta yaramas. Xat uning josusiga yo'llangan ekan. Hukumat bundan xabar topibdi. Endi nima qilaman? Bilmayman. Otliq jandarmlar izimdan quvib kelyapti. O'ylab ko'rish kerak. Obro'yingga putur yetkazib qo'ymaymanmi? Balkim otang bir iloj qilib yordam berar. U Parijda qattiq betob. Jandarmlar hali uzoqdami? Ostoningga yetgandir. Pul kerakmi? Ha, rahmat. To'pponcha bormi? Yo'q, albatta. Yaxshi. Bas qil, Fernan. Hazilni mavrid emas. Napoleondan xat olganingni ko'rgandim. Bu seni ishingmi? Bitta meni emas, g'oya danglardan chiqqan. Nega o'zimga aytmading? Nega mendan sir tutding? Do'st emas. Negaki o'sha munofiqqa so'z bergandim. Bilaman, Edmond. Xatda o'qiganman. Sen xatni o'qidingmi? Nega meni sotding? Bari juda chigallashib ketgan. Chigallashib ketgan? Ahmoqlik qilma. Yo'limdan qoch. Ketishingga yo'l qo'ya olmayman. Derazaga yaqinlashma, yo'qsa mayib qilib qo'yaman. Eshitmayapsanmi gapimni? Ey Xudoyim, nima uchun? Sen borig'i bir xizmatchini o'g'lisan. Senga o'xshab qolishini ep ko'rmayman o'zimga. Yoqqa. Shoshma. Yaxshi kunlardan esdalik bo'lsin. Oramizdagi adovat abadiy. Ota? Qani? Mutolaa bilan mashg'ul. Yana bir baloni boshladimi? Men bosh prokuror, yangi tuzum amaldoriman. Otam davlatga xiyonat deya bog'lanishi mumkin bo'lgan ishlarga aralashishi mumkin emas. Hammasi masalaga qanday qarashga bog'liq. Barini vaqt hal qiladi. Imperator qaytsa, men vatanparvar, sen esa xoinga aylanasan. Jim bo'ling, qari tonka. Aqlingizni yig'ing. Napoleon Bonaparte endi imperator emas. Ahmoqona maslagingiz sabab qamoqqa tushib, oilamiz kelajagini barbod qilishingiz mumkin. Qanday bo'lsa ham maslagim bor demoqchimisiz?
Shuning Valentina taqdir o'zgaruvchanligini aytayapti xolos. O'zingiz ko'rib turibsiz-ku. Men bir qari to'nka bo'lsam, avvalgidek yaxshi ko'ra olmaydigan bo'lib qolganman. Uzr. If qal'asi. Chaqqonroq yur. Xush kelibsiz, Monsieur Dantes. Kamina Armand Derliak, If qal'asi qamoqxonasining boshlig'iman. Siz ko'p eshitgan gapni qaytarayotgan bo'lsam-da, ammo men gunohkor emasman. Tushunaman, hamma shunday desa kerak. Biroq mening chindan ham aybim yo'q. Men begunohsiz. Ha, Bilaman. Chindan ham begunohsiz. kinoya qilyapsizmi? Yo'q, azizim Dantes. Gunohsiz ekaningiz aniq. Yo'qsa bu yerga kelmas edingiz. Fransiyaning o'zida ham qamoqxonalar ko'p. Agar biron ishda aybdor bo'lsangiz, o'sha yerga qamashardi. If qal'asiga nomusdan betiga qarolmaydigan odamlarni band etishadi. Yuring, yangi boshpanangizni ko'rsatay. Odil egam ajrimni berur. Odamzod har yerda tayanch izlaydi. Avvaliga kun sanaydilar, keyin hafsalalari pir bo'ladi yo o'lib ketishadi. Deraza. Biroq uning ortidagi devor kunni to'sib turgani sabab mahbuslarga vaqtni unutmaslikda yordam berishning boshqa yo'lini topdim. Har yili qamalgan kunlari ularni azoblayman. Odatda shunchaki kaltaklash kifoya. Ammo mahbusning qal'adagi birinchi kuni, ya'ni siz uchun bugun o'zgacha usulni qo'llayman. Ne uchun bu azoblarni behuda dod faryod qilmang. Bu yerda hech kim ohu-zoringizni eshitmaydi. Hatto yaratgan egam ham. Hech kim eshitmasa ham Xudoyim eshitadi. U odil hakam. Demak, Xudo sizni har bir gunohingiz uchun shu azoblarga loyiq ko'rgan. Eshitdingizmi, Monsieur Villefort? Napoleon Elbadan qochibdi. Nima? 100 mil narida qirg'oqqa tushib, shtab bilan Parijga kelayotganmish. Hamma hujjatlarimni yig'ing. Ana u tentak klerk xatni topsin. Biz Edmond Dantes ishi bo'yicha arznoma bergani keldik. Nima? Men graf Mondegoning o'g'li Fernand Mondegoman. U begunoh ekanini qasam ichib tasdiqlashim mumkin. Bular uning ish beruvchisi, otasi va qaylig'i Mercedes. Dantes davlatga xiyonatda ayblangan. Shunga qaramay tarafini olyapsizmi? Xuddi shunday. Agar u qotillikda ham ayblanadi desamchi? Qotillikda? Edmond bunga qodir emas. Dantes Napoleon josusiga undan xat olib kelgan. Hibsga olayotgan chog'imiz odamlarimdan birini o'ldirdi. Bunday bo'lishi mumkin emas. O'tinaman, shafqat qiling.
iltimos. Xoinligiga isbotingiz bormi? Bu hukumatga aloqador. Ayting, u qayerda? Ayta olmayman. Uni qirollik gvardiyasiga topshirganmiz. Qallig'ingiz xoin bo'lib chiqqanidan afsusdaman. Maslahatim Edmond Dantesni unutinglar. Ayniqsa siz, mademoiselle. G'amxo'r do'stingizga suyaning. Shunda qalbingizdagi g'am, alam unut bo'lib ketsa ajab emas. Endi ma'zur tutasizlar. Boshqa ishlarim ko'p. O'g'lim xoin emas. Tinchlaning, senyor. Edmondning ozodligi uchun kurashaman. Qanchalar mehribonsan. Senga mehr berishdan tolmayman. Edmond katta jinoyat qilganini bilaman. Ammo qotillik bari kundek ravshan. Dantesni sotganingda maqsadingni anglamagan edim. Endi uni sohibjamol qaylig'ini ko'rib, hammasini tushundim. İltifot sababi ne? O'tir, Mondego. Qayting! Qayting! Ayting, nega meni qamashdi? Nima ayb qildim? Ma'lumingiz bo'lsinki, Edmond Dantes 12-sentyabr kuni qatl etildi. Prokuror Vilfor. Bugun bayraming, Dantes. Yana bir yildan so'ng ko'rishamiz. Odil egam ajrimni berur. Yo'q. Nahot 4 yil o'tib ketdi, Delius. Yo, Dantonmi deng? Ismi nima?
Bostirib kirganim uchun uzr. Ammo chamamda men qal'a devori tomon qaziyotgan edim. Inglizchani bilasizmi? Italyanchani-chi? Abbad Fariyaman. 11 yildan beri qal'ada bandiman. Shuni 5 yili mana bu lahmni kavlash bilan o'tdi. Qamoqxona devori 72.519 dona toshdan tiklangan. Necha bor bittalab sanab chiqqanman. Toshlarni nomlab chiqish xayolingga kelmaganmi? Bo'ldi. Tinchlan. Men ham bir paytlar sendek siqilar edim, hammasi o'tib ketadi. Meni aytdi dersan. Yelkangga chiqsam maylimi? Bo'ldi. Tushir. 11 yil osmonni ko'rmadim. Rahmat, minnatdorman sendan. Rahmat. Xudoga Bu shukr. yerdan Xudoga nolangiz ham yetib bormaydi. Mana bu yozuvchi. U o'chdi hisob. Qalbimdagi umid ham so'ngan. O'rnini nima egalladi? Qasos o'ti. Ushla. Ortimdan yur. Seni yashashga, yeb ichishga undab kelayotgan o'sha qasos o'ti uchun ham shukr qil. Undan nima topaman? Najot. Qochish haqida gapirgandingiz. Bu yerdan qal'a devoriga, undan dengizga yetkazadigan 2 yo'l bor. Baxtga qarshi men xato yo'lni tanlabman. Biroq endi 2 kishimiz qarama qarshi tomonga lahm qaziymiz. Menimcha 8 yilda uddalasak kerak. 8 years. Taxminan aytdim. Sen vaqtni qanday o'tkazasan? Nimalar qilasan? Yordaming evaziga bebaho narsa olasan. Shuni bilib qo'y. Erkmi? Yo'q, erkni tortib olishlari mumkin. Buni o'zing yaxshi bilasan. Men ilm beraman. Bor bilimimni senga qoldiraman. Iqtisodiyot, matematika, falsafa, tabiiy fanlar. O'qish, yozishni hammi? Albatta. Qachon boshlaymiz? Chaqonroq bo'l. To'siqni kuniga 2 bor ochishadi. Ovqat olib kelinadigan mahal. Tuproq solayotgan idishimizni bo'shatib ulgurish kerak. Chaqqon. Rahmat. Oraliqda qo'rqmay ishlashimiz mumkin. Ularning nodonligi bizga madad bo'ladi. Ajoyib. Napoleon qo'shinida xizmat qilganman deng.
Ha, orzularimiz bir jahon edi. Bir kun polkimiz cherkovda yashirinib yotgan partizanlarga duch kelib qoldi. Menga cherkovga o't qo'yishni buyurdilar. Ichidagi odamlarni ham kuydir deyishdi. Yoqdingizmi? Afsuslar bo'lsin kim shunday qildim. Bu yerga qanday tushdingiz? Ertasi kuni qolgan umrimni tavba tazarruga bag'ishlash uchun harbiydan qochdim. Keyin nihoyatda boy kishiga shaxsiy kotib bo'ldim. Enrique Spad taqvodor odam edi. Afsuski bir necha yildan so'ng o'ldi. Qayerlargadir behisob boyligini yashirib ketgan degan mish-mishlar tarqaganda. Bir haftadan so'ng meni hibsga olishdi. Nima uchun? Napoleon Spadning xazinasini qo'lga kiritmoqchi bo'ldi. U qayerdaligini bilmayman desam ishonmadi. Xotiramni yaxshilash uchun bu yoqqa jo'natdi. O'shandan buyon yaratgandan bo'lak dardkashim yo'q edi. Mana endi u seni yubordi. Xazina allaqachon egasini topgandir. Ehtimol. Ushla uni. Hisoblachi. Kuniga 2,5 ming kub santimetr tosh va chang 365 kunga ko'paytir. Yiliga 3,5 metr, oyiga 12 fut, haftasiga 3 dyumdan qazirganmiz. Italyanchasigachi. Yana 3,5 metr. Machiavelli, olam panoh. Chiroqni behuda yoqma. Siz askar bo'lgansiz. Demak, qurol yarog'ni yaxshi bilasiz. Menga o'rgating. Yo'qsa yolg'iz qaziysiz. Sen bilan o'zimni dorda yurgandek his qilaman, Dantes. Bu kulgili. Har doim ham kuchlilar yutib chiqavermaydi. Tezkorlik zarur. Chaqqon qo'llar jadal fikrlash kerak. Qo'lingni tomchilar orasidan ho'llamay o'tkaz. Qarab tur. Qancha vaqt sarflayman shunga? Qazishni davom ettira qolay. Shoshma. Mana bunday. Bildingmi? Endi mutolaa vaqti. Millat boyligi. Iqtisod nima? Mahsulot ishlab chiqarish, tarqatish va iste'mol qilish haqidagi fan. Lo'ndasini ayt. Ertalab mol, kechqurun pul. Rahmat. Yangi yiling bilan Edmond. Ko'pi bilan bir oyga adashgan bo'lishim mumkin. Yaxshi. Kim bilan olishyapsan? Danglarmi yo Mondego? Siz nima deb o'ylaysiz?
Yaxshi. Juda yaxshi. Diqqat qil. Nyutonning 3-qonuni. Har qanday ta'sirga qarshi aks ta'sir bor, hayotda ham xuddi shunday. Asosim Danglar va Mondegoga aks ta'sir. Tur. Endi men bir pas yotay. Xotiram pand bermasa, Vilfor ayblovni bekor qiliboq meni hibsga olishni buyurdi deganding, shundaymi? Ketavering. Ha, shunday bo'lganda. Bu tomoshani nima keragi bor edi? Fikridan qaytishiga biron sabab bo'lish kerak. O'yla, Edmond. O'yla. Hech o'yimga yeta olmayman. Batafsil ayt-chi. Vilfor maktub kimga atalganini so'radi. Messie Galaryonga dedim. Shu xolasmi? Ha, keyin xatni yoqib, ketishga ruxsat berdi. Demak, xatni yoqdi. Ha, Xullas, bosh prokuror davlat xiyonatiga doir dalilni yo'q qildi va keyin Monsieur Claryonning bu fitnaga aloqador ekanligini bilgan yagona kishini zindonband etdi. demak u kimningdir aybini yopgan. Do'stimikan? Yo'q. Yo'q. Vilfordek siyosatchi do'stlardan xoli ekani aniq. Balki Claryon uning qarindoshidir. Yo'q. Yo'q! Yaqin qarindoshi. Vilforning otasi Napoleon qo'shinida xizmat qilgan. U polkovnik edi. Vilfor Claryon emas, o'z joni uchun qayg'urgan. Danglar Napoleondan xat olganini ko'rdim deb aldagan. Buni unga Mondego aytgan. Vilfor esa meni qamoqqa tiqqan. Barakalla, Edmond. Barakalla. Ey Xudoyim. Edmond, chiroqni olib kel. Tezroq bo'l. Mana bu yerni yorit. Qara. O'simlik ildizlari. Demak, yana bir necha oy qazisak, ozodlikka chiqamiz. Ha. Yashang abbat. Borib iskanamni olib kelay. Mayli. Ehtiyot bo'ling. Xudo haqqi yolvorib so'rayman, bor. Mening o'pkam teshilgan. Gapirmang. Vaqt oz. Ana u kitob ostidagi o'yiqli tosh bor. Uni ko'chirib, tagidagini olib kel. Tezroq bo'l. Och. Sifatni xazinasi qayerdaligini bilmayman deb aldagandim. Nima? Ruhoniy bo'lsam-da avliyo emasman.
Xazina Italiya sohillari yaqinidagi orolda. Monte Cristo deb yozilgan. Ha. Aqlingni ishlat. Xazinaga eltuvchi Sizni kalitlarni tashlab top. qocha olmayman. Meni o'ylama. Xazinani topsang faqat yaxshilikka ishla. Yo'q, u qasos olishimda yordam beradi. So'nggi sabog'imni eshit. Zolimlarni jazolayman deb jinoyatga qo'l urma. Xudoni qahridan qo'rq. Eshityapsanmi? Zolimni jazolash gunohmi? Yomonga ham yaxshilik qil. Abbat. Tavog'ingni tut. Tezroq bo'l. Miqitmay cho'zilib yotibdi ablah. Shuncha yil ichida birinchi marta rahmat aytmadi. O'libdi. Qanaqasiga? To'shagidan yiqilib o'lgan. Isqirtliginichi. Hamma mahbuslar shunaqa. Ustini yopib qo'yaylik. Keyin Derilyakni chaqiramiz. Bir, ikki, uch. Bo'pti, ketdik. Nega qulflading? Jasad qochib ketmaydi-ku. Odat bo'lib qopti. Alvado, abbat. Endi ozodsiz. Men esa umrbod bandiman. Otaxonimiz u dunyoga rihlat qilibdilar-da. Olib chiqing. Ko'mamiz. Oldikmi? 1, 2. To'xtamanglar. Chaqqonroq yuring. Vaqtim ziq. Qayoqqa ham shoshardim. Hey. Hey, qayerda qolding? Monsieur Derliak! Yana bir itoatli quling bandalikni bajo keltirdi. Ismi nima edi? Qurib ketsin. Monsieur Derliak!
o'sha xarita bo'lganmikan o'zi? Ey xudoyim. Monsieur Derliak! Monsieur Derliak! Uch deganda tashlaymiz, kelishdingmi? 1 2 Monsieur Derliak! 3. To'xtang, Monsieur Derliak! Jasadni suvga tashlamang! Ehtiyot bo'lish kerak edi. Rahmat sizga, abbat. Rahmat. O'sha og'ayni kimsan deb so'radim, ammo If qal'asi 2 mil narida ekani va egningdagi juldur kiyim hammasini aytib turibdi. Men o'g'ri va qaroqchi Luigi Vampa bo'laman. Bu orolda tillolarni do'stlari bilan bo'lishishni istamay, hamyonga urgan shovvozni tiriklayin ko'mgani to'xtadik. Bir ikkita sodiq og'aynisi unga shafqat qilishimni iltimos qilyapti. Ko'ngilchalik qila olmayman. Aks holda obro'yim bir pul bo'ladi. Shunday emasmi? Sen paydo bo'lganing ayni muddao. Nega ekan? Sen ablah Jakopoga shafqat qilishimga imkon berasan. Ana, ko'rdingmi? Bog'liqlik yotibdi. Shunda ko'ngilchanligim sezilmaydi. Bahonada odamlarim bellashuvni ko'rib tetiklashishadi. Qanday bellashuv? Jakopo ikkingizni o'rtangizda hayot-mamot jangi bo'ladi. U g'olib chiqsa, safimizga qaytadi. Yutqazsa, o'zidan ko'rsin. Men imkon berdim. Uni kemadagi o'rnini sen egallaysan. Yutsam u qaroqchi bo'lishni istamasam-chi? Bunda seni ham kallayni olib ketaveramiz. Bir qaroqchilik ham qilib ko'ray. U sotqinni bajonidil gum qilaman. Aytib qo'yay, pichoqbozlikda Jakopoga teng keladigani yo'q. O'z odamlaringdan boshqasini ko'rmagansan chog'i. Uni qo'lini yechib, xanjarini bering. Tomoshani boshlaymiz. Tayyor emas.
tirik qolishni istasang, hatto kiprik ham qoqma. Senyor Vampa, Jakobani o'ldirmang. Tiriklik ko'milishini o'ylab azoblangani ham yetar. Aybdor tavbasiga tayandi. Unga shafqat tilaganlar ham mamnun bo'lishadi. Yaxshisi ikkimizni ham kemaga oling. Jamoangizga yana bir tajribali dengizchi va jangchi qo'shiladi. Kelishdik. Uni ismi nima? Ismi uni Zatara deb ataymiz. Dahshatli-ku. Yo'q, bu xaloskor degani. Marhum ajdodlarim haqqi qasam ichib aytaman. To abad quling bo'laman. Bu gapingni unutmayman. Oradan 3 oy o'tdi. Nega chaqchayib qolding? Marselni birinchi ko'rishingmi? Shu yerda yashaganman. Ammo sohilga tushmading. Quloq sol, Zatara. Nima darding bor bilmayman-u, kemada o'tirib hech nimani o'zgartira olmaysan. Bor. Hammasi o'z qo'lingda. Bir odam aytganidek, bizlar yoki shohmiz yo piyoda. To'g'ri, buni senga kim aytgan? Napoleon Bonaparte. Bonaparte? Sendan nimalarni eshitmadim ha? Bir kun seni axtarib topaman. Yaxshi do'st doim kerak bo'ladi. To'g'ri aytasan. Nima gap, danglar? Kapitan Reyna o'ldi, ser. Edmond Dantes buyrug'iga quloq solmadi. Danglar savdo uyi. Zatara, senga nima bo'ldi? Keyin aytib beraman. Men uchun hamma narsa o'zgargan. Qayiq sotib olib, sohilda kut. Tushundingmi? Monsieur Morel shu yerda yashaydimi? Buvam betob. Sog' bo'lsa ham yarim kechasi yoniga birovni kiritmagan bo'lardim. Balki u Edmond Dantesni izlayotgan odam uchun istisno qilar. Bemavrid tashrif uchun uzr. Hech qisi yo'q. Qarib uyqusiz bo'lib qolganman. Julian, Sheridan qo'y. Edmondning do'sti edim deng. Monsieur Morel. Ha. Siz ham Edmondni tanirdingiz-a? O'g'limdek yaxshi ko'rardim. Do'stim va uning oilasini topishda yordam berarsiz degan umidda kelgandim. Afsuski, otasi Edmondning xiyonatidan xabar topgach, o'zini osdi. Dahshat. Aytingchi, o'sha xiyonatda uni kim ayblagan edi? Bilmayman. Ammo hibsga olishga buyruq bergan Monsieur Villefort endi Parijda bosh prokuror lavozimini egallab o'tiribdi. Otasining o'ldirilishi uning ketishini tezlashtirdi. Ha. Notinch davrlar edi. O'zingiz ham dog'da qolgan ko'rinasiz, ser.
Edmondning o'limidan so'ng kapitanlarimning birini o'zimga sherik qilib oldim. Vaqt o'tib, danglar meni siqib chiqardi. Biroq Edmondning taqdiri oldida bu arzimas gap. Taqdir sizga yana kulib boqsa ajab emas. Edmondning qaylig'ini izlab topishim kerak. Grafinya Mondegoni nazarda tutyapsizmi? Grafinya? Sho'rlik Edmond hibsga olingach, oradan bir oy o'tib, qaylig'i uning qadrdon do'stiga turmushga chiqdi. Fernandgami? Ha, urushda Fernandning otasi va akasi halok bo'lib, u graf bo'ldi. Hozir ular Parijda yashashyapti. Graf va grafinya Mondegolar. Tobingiz qochdimi? Yo'q. Men bora qolay. Uzr, sizga yordam bera olmadim. Yo'q, kerakini bilib oldim. Edmond Dantes o'lgan ekan. Zatara, men bilan faxrlansang arziydi. Ajoyib eshkayli qayiq topdim. Kattaroqga pulimiz yetmasdi, savdolashib arzonga oldim. Zatara. Monte Cristo oroli. Gumbazsiz g'or. Fil qoya. Xazina odamzod ko'zidan narida, quyosh suv qatlami ostidan nur sochgan yerda. Zatara. Qolgani sig'maydi. Yana 8 ta qayiqqa yuk bo'ladigan xazina bor. Eshityapsanmi? Sen endi dunyodagi eng badavlat odamsan. G'am tashvishlaringni butkul unut. Oltinlarni nimaga ishlatasan? Qasos olishga. Mayli, kimdan qasos olish kerak? Danglar, Bilfor, Fernand va Mercedesdan.
Tushunarli. Ularni o'ldirib, keyin xazinani sarflaymizmi? Yo'q, o'rganamiz. Ojiz taraflarini bilamiz. Shartda o'ldirib qo'ya qolmaymizmi? O'zim uddalardim. Bir oyog'im Parijda, ikkinchisi bu yerda. Bir haftada tinchitaman, keyin kayfi safo qilaveramiz. Ular bunday oson qismatga loyiq emas. Mendek azob chekishlari. Bu hayotdagi eng aziz narsalardan, quvonchlardan ayrilishlari kerak. Bularni amalga oshirish uchun Zataradan yaxshiroq ism kerak. Unda graf bo'laman. Parij. Xayrli kun, ser. Shu ajoyib uyingizni sotib olgani keldim. Voy surbeti! Boplab ta'zirini berish kerakga o'xshaydi. Qani itlarga talatmasimdan tuyog'ingni shiklatib qolchi, yaramas. Minnatdorman. Xonimlar va janoblar, mamnuniyat ila sizlarga Graf Monte Cristo zoti shariflarini tanishtiraman. Xush kelibsizlar. Tanishing, janob graf, bu kishi erim bosh prokuror Messie Vilfor bo'ladi. G'oyat mamnunman. Tashrifingiz men uchun sharaf. Marhamat, mehmonim bo'ling. U haqda nima bilasiz? Aytarli hech nima. Qani ular? Taklif qilishni unutmadingmi? Aslo zoti shariflari. Eshitishimcha Graf Mondego jo'nab ketibdi. Ertaga o'ta muhim uchrashuv bor ekan.
Erta turibsanmi, azizam? Vikont Torvil o'ldimi? Agar yuragi o'ng tomonda bo'lmasa, o'lgani aniq. Joy jannatda bo'lsin. Oilasi Shanni himoya qilib jon berdi. O'lgani yaxshi bo'ldi, baribir rafiqasi uni sevmasdi. Seni boxabar qilib, oilasini badnom qilib ketgani yomon bo'ldi. U achinishingga arzimaydi. Hammasini bilardim, Fernan. Menga baribir edi. Madam Torvilgacha bo'lgan ishqiy munosabatlaringizdan ham xabardor edim. Kamsitib qo'ygan bo'lsam uzr. Modomiki baridan boxabar ekansan, bundan buyon o'zimni sodiq er qilib ko'rsatishimga hojat yo'q. Bu masalani osonlashtiradi. Shunday emasmi? Moliyaviy ahvoli qanday? Bor davlatini qimorxonalarda sovurib bo'lgan hisob. Yuk tashish ishlarichi? Bir necha yil avval kema uchun bankdan qarz olgan. Danglarga murojaat qilmagan. Ertaga o'sha bank bizniki bo'lish kerak. Barcha kemachilik kompaniyalarini ogohlantir. Undan nariroq bo'lishsin. Toki Fernand chorasiz qolib, danglarning yoniga sudralib borishga majbur bo'lsin. Meni tushunishga harakat qiling. Katta miqdordagi paxta jo'natishga tayyor turibdi. Yuk manzilga yetishi bilanoq qarzimni to'lashga so'z beraman. Kema menga nihoyatda zarur. Ortiq to'lovni kechiktira olmaymiz, graf Mondego. Boshqa kompaniyalarga murojaat qiling. Danglar kemachilik kompaniyasi. Xo'sh, xizmat, graf Mondego. Nega shuncha yil mendan o'zingizni olib qochdingiz? Xatolaringizni kechirdim. Hamkorligimizni tiklashni taklif qilaman. Savdo sotiq yurishmay qoldimi? Zatara. Jacopo. To'shakdan yiqilib tushdingmi? 13 yil tosh supada yotib yumshoq o'ringa o'rgana olmayapman. Xudoyim. Bu chandiqlar. Nega kelding, gapir. Mondegoni o'g'li bor ekan. Albert biz bilan gaplashmoqchi. Keyin. Buni merosi uchun qayg'uryapman. Siz kabi borini sovurishdan qo'rqyapsizmi? Kesatma. Savdogar qizidan grafiniga aylanib qolgan payting norozi emasding-ku. Azizim, hech qancha mol davlat ota mehri o'rnini bosa olmaydi. Kir, Albert. Faqat gapingni qisqa qil. Xo'p, ota. Do'stlarim 2 haftaga Rimga karnavalga ketishyapti. Men ham borsam. 15 yoshli bola hamrohsiz safarga chiqadimi? 16 ga to'layapman. Bu tug'ilgan kunimga sovg'a bo'lsin. Iltimos. Yo'q. Boraver. Menga hozir tinchlik kerak. Rimga! Albert, bu yoqqa kel. Biz bu yerdamiz.
Milady. Qachongacha yashirinmoqchisiz? Milady. Kimsiz? Nima kerak sizlarga? Pul kerak. Pul kamzolim cho'ntagida. Tentak. Seni pullaring kifoya emas. Graf Mondegani yolg'iz o'g'lisan, a? Garov oldingizmi? Otamga xat yo'llang. La'natlar. Bu yo'l bizga to'g'ri kelmaydi. Xat yetguncha 2 hafta o'tadi, keyin otang o'g'lim tirikmi, yo'qmi deb bahslasha boshlaydi. Xat yaxshi ta'sir ko'rsatmaydi. Agar uzugingni jo'natsak, Ha, o'zigimda Mondego ramzi bor. ha, ammo hozircha u barmog'ingda. Quloq sol, ablah. Men graf Fernand Mondegoning o'g'li Albert bo'laman. Sizga bo'yin egmayman. Istaganingizni qiling. O'zing majburlading. Xanjarim o'tkirgina. Arqonni yech, yo'qsa hammangni tilkalab tashlayman. Hoziroq. Hoziroq. Hop. Ortimdan yuring, yigitcha. Meni tepada kuting. Qanday minnatdorlik bildirsam ekan? Boring, keyin gaplashamiz. Barakalla, jentlemenlar. Katta rahmat, zot shariflari. Albert. Ahvolingiz yaxshimi? Sir, siz hayotimni saqlab qoldingiz. Bir o'limdan qoldingiz, ammo jasur yigit ekansiz. Sizni ertaga uyimga nonushtaga taklif qilaman. Kelasiz, a? Albatta. Kimligingizni aytib keting, sir. Hozir do'stingiz, ertaga saxiy mezbon. Rasmiyatchilikka rioya qiladigan bo'lsak, graf Monte Cristo bo'laman. Yigitcha sizni kutyapti. Qorda qo'rqoqlik qilmadi, ammo U maqsad yo'lidagi vosita xolos. ha, zot shariflari. Marhamat. Keling, Albert. Marhamat qiling. Zapgacha bo'ldimi? Ha. Ajoyib sarguzasht. Yoshlikda hamma narsa sarguzash bo'lib tuyuladi. Meni bir savol qiynayapti. O'g'irlanganimni qayerdan bildingiz? Qo'li uzun odamman. Hatto o'g'ri qaroqchilar orasida ham josuslarim bor. Yaxshigina haq evaziga shaharda sodir bo'layotgan e'tiborimga loyiq hodisalardan boxabar etib turishadi. Nega meni deb joningizni xatarga qo'ydingiz? Shunday ulug'vor unvonlar egasi bo'lmish insonning o'g'liga jon fido qilsa arziydi. Fe'lingizga ko'ra siz ham shunday yo'l tutgan bo'lardingiz. Otangiz siz bilan faxrlansa kerak. Parijga borib ota-onam minnatdorchiligini qabul qilsangiz edi. Afsus, ilojim yo'q. Ishlarim ko'p. Burchimizni ado etishga imkon bering. Jakobo. Ha, zot shariflari. Sifat bilan bog'liq ishlar qay ahvolda? Hozir oltinlar. Yuk. Uzr, zot shariflari. Yuk ayni paytda Marsel yo'lida. Qachon yetib keladi? Qachon? Taxminan 3 haftadan keyin. 3 hafta bor ekan. Bemalol Parijga borib kelishingiz mumkin. Ha, mayli. Juda soz. Tashrifingiz ayni muddao bo'ladi. Nimaga?
Tug'ilgan kuning bilan. Rahmat. Graf Monte Cristo. Graf. Albert. Ota, sizni graf Monte Cristo bilan tanishtirishga ijozat eting. Mamnunman. Yo'q, men mamnunman, graf Montego. Shu damni juda uzoq kutgan edim. O'g'limni qutqargan odamga minnatdorchilik bildirish o'rniga undan katta iltifot ko'ryapman. Grafini Mondego bilan tanishtirishga ijozat bering. Mercedes. Grafinya. O'g'liga qilingan yaxshilik qadrini hech kim onachalik bilmasa kerak. Sizni aslo unutmayman. Arzimas ish. Aminmanki, oradan bir oy o'tib, hatto ismimni eslolmay ham qolasiz. Rafiqangizni o'g'irlasam, Tushunmadim. valsga taklif qilsam. Bemalol. Ajoyib kishi. Nima bo'ldi? Hech nima. Shunchaki o'tmishimdagi bir kimsani eslatyapsiz. Aziz insonimga o'xshab ketyapsiz. Mamnunman. Unga nima bo'lgandi? U o'lgan. Biroq men u emasman. Monsieur va madam Villefortlar. Ularni kim chaqirdi? Prokuror Villefort. Bu yerda nima qilyapsiz? Madam Villefort, monsieur, xayriyat, sizlar bilan ko'rishib ketarkanman. Nomingizni olib xursand bo'ldim. Minnatdorman. Eringiz bilan xoli gaplashib olsam. Qonun bilimdoni ekansiz deb eshitdim. Ha, Bir ishda menga yordamingiz tegishi mumkin. ma'zur tuting. Fernan. Fernan. Qadaq so'z aytmaysizmi? Keyin, hozir muhim ishim bor. Mehmonlar kutishyapti axir. Albert ham. O'zing ayta qol, so'zga ustasan. Siz otasisiz. Shunday kunda yonida turing. Sizni qanchalar suyishini bilasiz-ku. Yo'qligimni kechirar. Ammo Odamlar oldida uchrashmaslikka kelishgandik. Graf Monte Cristo rayini qaytara olarmidim? Chindan ham. U haqda nima bilasan? U ajnabiy, boy. O'g'liga yordam beribdi deb eshitdim. Sendan nima yordam so'radi? Buni aytishim shart emas. Albert Graf Monte Cristo Rimda allaqanday yuk haqida gapirganini aytdi. U yana oltin va spat so'zlarini tilga olgan. Seningcha Monte Cristo spat xazinasini topgan. U Marseldan kelayotgan yukni tekshiruvsiz o'tkazib berishni iltimos qildi. Hibsga oldiraymi? Hojati yo'q. Yaxshisi uni yukdan xalos qilamiz. Qanday qilib? Bunday ishlarga usta tanishim bor. Monte Cristoga yukingizni o'tkazib beraman, faqat uni kechasi bandargohda qoldirish kerak bo'ladi, deysan. Xazinani Bo'shondagi qo'rg'onimga olib ketaman. Ertasi kuni o'sha yerda ko'rishamiz. 70% meniki. 50-50. Kelishdik.
Xonimlar va janoblar, afsuski erim shoshilinch ish bilan band bo'lib qoldi. Shu sabab mamnuniyat ila Yana bir bor graf Monte Cristoni tanishtirmoqchi. Qarangki, Kamina graf Mondego janoblaridan o'g'li Albertoning tavallud kuni munosabati bilan uyushtirilgan tantanali ziyofatda qadah so'zini aytishga ijozat oldim. Oliy himmat xonadon sohibi hattoki o'zining otalik huquqidan voz kechib bo'lsa-da, men kabi qaysar, beodob va qo'pol mehmoniga iltifot ko'rsatdi. Navqiron Albert Rimda unga ko'rsatgan yordamim haqida biroz oshirib aytdi. Qaroqchilar makoni bo'lmish g'orga kirib, qo'llari bog'langan yigitchani ko'rdim. Ularning barmog'ini kesib otangga dalil sifatida jo'natamiz degan po'pisasiga Albert istaganingizni qiling deb javob berdi. ey xudo, Hayot misli dengiz, yosh do'stim. Goh quyosh tafti qizdirsa, goh to'fon qoyalarga olib borib uradi. Er kishining mardligi xavfga duch kelganda o'zini qanday tutishidan bilinadi. To'fonga tik boqib, siz Rimda aytganingiz kabi istaganingni qil deya qichqira olish kerak. Shunda taqdir ham o'g'lon mardligi oldida tan berib, unga kulib boqadi. Taqdir hokimi bo'ling, Albert Mondego. Do'stim, siz uchun. Edmon, Vilfur seni qatl etishdi deganda. Qarang. Ey xudoyim. Adashdingiz, grafinya. Mondegoning uyiga qayting. Yo'q. Madam, menimcha, O'tinaman. men u Edmon emasman. Bas qil. Jim bo'l. Kimsan unda? Arvohmi? Meni azoblagan, yuborgan sharpami? Siz o'sha Edmonni sevarmidingiz? Ha, Qancha sevgansiz? bir umr. O'lganidan qancha vaqt o'tib grafga tegdingiz? Bu adolatdan emas. Uyingizga keldingiz, grafinya. Rost aytasiz. Siz meni Edmonim bo'lishingiz mumkin emas. Mana o'zingiz ham amin bo'ldingiz. Edmond Dantes o'lgan. Xayrli tun. Grafinya. Yana bir bor ishimga aralashishga jur'at etsang, tanishgan kunimiz boshlagan ishimni oxiriga yetkazaman. Tushundingmi? Aqldan o'zibsan. Yo'q. Dushmanlarim tuzog'imga tushyapti. Behisob puling, sevgan ayoling bor. Yana nima kerak senga? Maza qilib davru davron surmaysanmi? Mercedes xonimni olib qoch. Ilojim yo'q. Nega? Sen bilan birgaman, Zatara. Seni himoya qilishga qasam ichganman. Kerak bo'lsa hatto o'zingdan ham himoya qilaman. Eshityapsanmi? Uyga boraylik. Yayov ketmoqchiman.
Tezroq bo'linglar. Imillamang. Vaqt ziq. Bo'la qoling. Tezroq bo'linglar dedim. Ikkita sandiqni Fir'avnga orting. Bu bizni ulush. Mondego sezmaydi. Tez kemaga chiqinglar. Filip Danglar. Siz mana bu savdogarning kemasidan mol o'g'irlaganlikda ayblanasiz. Bo'lmagan gap. Buni osongina aniqlash mumkin. Jandarmlar kemangizni tinchib chiqishadi. Graf Mondego tuzoqqa tushirdi meni. Ammo uni o'rniga dorga osilmayman. Kimsiz? Graf Monte Cristo. Ammo do'stlarim Edmond Dantes deb atashadi. Dantes. Kech bo'lmasdan yechib oling. Yetar, juda qizib ketdi. Azizim Vilfor, birpasga yoningizda bo'lsam rad etmaysizmi? Kutilmagan tashrif, zot shariflari. Yukimni o'tkazib berayotganingiz uchun rahmat aytgani keldim. Ha, allaqachon ko'rsatma berib qo'yganman. Hech qanday muammoga yo'liqmasligingizga kafolat beraman. Juda soz. Bu sermahsul munosabatlarimizning boshlanishi. Aytgancha, munosabatlar haqida bir savolim bor edi. Bemalol, so'rayvering. Qiziquvchanligimni aybga buyurmang. Nega 16 yil avval grafinya Mondegoga Edmond Dantes qatl etildi deb aytgansiz? Nima? Gapingizni tushunmadim. Axir bu juda oddiy savol-ku. Siz qayerdan bilasiz? Yetar, issiq qo'shmang. Dantes Napoleondan xat olgan. Bu ochiqdan ochiq davlatga xiyonat edi. Biroq u xatni egasiga yetkazmagan. Siz esa buni bila turib qamoqqa tiqqansiz va qaylig'iga. Bu gaplarga nima turtki berdi, zot shariflari? O'zimga o'zim savol beraman. Do'stim Vilfor Mercedesga Edmond Dantes o'ldi deyishdan nima naf topdi ekan? Javob: mutlaqo hech nima. To'ppa-to'g'ri. Shunday ekan, Qadrdon do'stim, Fransiya bosh prokurori naf ko'rmasa, unda kim naf ko'rgan? juda qizib ketdim, graf janoblari. Tashqariga chiqa qolaylik. Kim manfaatdor bo'lgan ayon? Bu Fernan, graf Mondego. Bu so'rovni o'zaro munosabatlarimizga nima daxli bor? Hozir aytaman. O'tir, Mondego. Izzat nafsim kuchli. Bonapartchilarni ta'qib qilib ko'p narsaga erishdim. Endi Napoleon ozodlikka erishgach, biqinimdan chipqon chiqib qoldi. Halal bersa mayli-ya, jonimni xatarga qo'yapti. Yo'q qilinib. Muammo shundaki, u bilan o'zim shug'ullana olmayman. Senga taklifim bor. Otang qanday? Afsuski, hamon tirik. Dardimiz bir ekan. Yodingizdami?
Nega eshik qulflangan? Hozir chiqarib yuboring meni. Qanday do'st ekaningizni fahmladim. Otangiz Napoleon tarafdori bo'lgan. Surgundan qochishiga hissa qo'shgan bo'lsa ham ajab emas. Imperator tez orada yetib keladi. Izzat nafsi kuchli amaldor uchun noqulay ota. 16 yil burun uning qo'qqisdan o'ldirilishi sizga ayni muddao bo'lgan. Imperator Napoleon. Qotil esa qo'lga olinmagan. Garchi tirishqoqlik bilan qidirsangizda. Sizda na dalil, na guvoh bor. Gumon va taxminlar bilan hech nimani isbotlay olmaysiz. Adashasiz. Graf Mondego guvoh. Mondego. Nima uchun? Chunki o'g'ling jur'at qila olmadi. Otamni Mondego otgan. Bo'lsa ham buni tan olmaydi. U tan olmasligi aniq edi. Ammo siz tan oldingiz. Janob Vilfor, qotillikka daxldorlik uchun hibsga olindingiz. Esladingizmi? Dantes. Gentleman sifatida bunga haqlisiz. Osonlikcha qutulaman deb o'yladingizmi? Edmond. O'tgan gal gapni tugatdik deb o'ylagandim. Men ham shunday fikrda edim. Biroq Dantes ismini aytganingizdan so'ng men uni bir bora ham tilga olmagan edim. Xo'sh, nima istaysiz? Siz mendan xoli bo'lganingiz kabi men ham sizdan xalos bo'lsam. Bir nechta savol berib umrbod yo'q qolaman. Ayting savollaringizni. Shuncha vaqtdan beri qayerda edingiz? 13 yil If qal'asida. So'ng boshim oqqan yerda. 13 yil If qal'asida. Ko'p azob chekkandirsiz. Bo'ldimi? Ishim juda ko'p. Keyin nima bo'ldi? Ko'p narsa. Nega qaytmadingiz? Sen nega kutmading? Meni sotgan odamga tegib. O'sha tun sohilda aytgan gapim yodingizdami? Buni sira barmog'imdan yechmayman degan edim. Men so'zimda turdim. Nega? Sababini bilasiz. Sevganing rost bo'lsa, senga bo'lgan nafratimdan ayirma. Borim shu. Buni unuting, Edmond. Iltimos. Qanday yovuz rejalar tuzib yurganingizni ham, kim sabab 16 yil ayriliqda yashashga mahkum bo'lganimizni ham bilmayman. Ammo taqdir barini boshdan boshlash imkonini beryapti. Shum taqdir. Nihoyat. U kulib boqdi. Graf qani? Tepada, madam.
Nima gap? Hech gap yo'q. Kasod bo'ldim. Hamma qarzlarimni to'lashimni talab qilyapti. Yana meni hibsga olishni buyurishgan. Nima uchun? Qaroqchilik, poraxo'rlik va qotillik uchun. Aybdormisiz? Ha. Ammo hozir bu gapni Mavridda emas, jandarmlar yetib kelmasdan otlan. Siz bilan ketmayman. Sen xotinimsan. Hammasini kelishib qo'yganman. Bizga yordam berishadi. Endi borib o'g'limni top. U sizni o'g'lingiz emas. Nima deding? Albert Mondegoning otasi Edmond Dantes. Edmond hibsga olingach, shosha-pisha sizga tekkanim shundan. Shunday degan. Makkora. Hali u xoinni bolasimi? Bekorga hafsalamni pir qilmas ekan. Alvido Mercedes. Sen bilan o'tgan umrimdan roziman. Men rozi emasman. Bu nimasi? Monte Cristo? Senga shoh Fernan. Edmond. Qanday qochding demoqchimisan? Oson bo'lmadi. Buni qanday rejalashtirding deysanmi? Bajonidil. Mercedesni mendan tortib oldingmi? Bor yo'g'ingdan ayirdim. Faqat joning qoldi. Bu ishlardan maqsading nima? Bir so'z bilan aytish qiyin. Aytaylik, bu butun hayotimni o'g'irlaganing uchun qasos. Himoyalanishni o'rganibsan? Do'stingman deyishga qanday tiling bordi? Biz do'st edik. Meni do'zaxga jo'natding. Nega? Qasdingni ol. Ammo balki sen asl zoda qonini to'kyapsan. Noming graf bo'lsa ham zoti pastsan. Tirnog'imga ham arzimaysan. Bu qo'lingdan kelmaydi. Otamga tegsangiz o'ldiraman. Imkon ber tushuntiray. Shundoq ham tushunarli.
Madam Vilfor ko'zimni ochdi. Qanchalar nodon, go'l ekanman. Do'st deb bilib sizga ishonibman. Quloq sol, Albert. Yo'q. Men nodonni kechiring, ota. Kechirdim albatta. Sizga tan berib havas qilgan edim. O'tgan ishlarni bilmaysan. U onangni sevardi. Onang esa meni tanladi. Endi uni mendan tortib olmoqchi. Yolg'on yo'limdan qoch. Bolakay, kerak bo'lsa seni ham o'ldiraman. Endi meni hech kim to'xtata olmaydi. Meni ham. Unda o'lasan. Yo'q. Albert. Xatini o'qib qayerdaligini bildim. Bir sirni ochishim kerak, o'g'lim. Sen graf Mondeganing farzandi emassan. Otang Edmond Dantes. Sen graf Monte Cristo deb bilgan odamman. Afsuski bu rost. Sen onangni o'tmishidagi gunohi mevasisan. Bila turib, u bilan olishishimga yo'l qo'ydingizmi? Bundan naf bo'lmadi. Yo'q, Fernand, unday qilma. Bas qilaylik. Yaxshilikcha ket. Do'sting muruvvat qildi. Bitta o'qing bor. Bu meni to'xtatishga kifoya emas. Ko'p ozor beradigan qilaman. Ey Xudoyim. Nima qilib qo'ydim? Jacopo. Yana bir bor Xudo sendan marhamatini ayamadi, Zatara. Bu yashaydi. Edmond! Edmond! Iltimos, uning yoniga bormang. O'tinaman. Bor. Hech qachon taslim bo'lmas, Zatara. Ishingni oxiriga yetkaz. Xudo yor bo'lsin. Edmond! O'tinaman, ketmang. Onangni ehtiyotla. Borimni tortib olganingga chidolmayman.
Muruvvating qayda qoldi? Men grafman, avliyo emas. If qal'asi. Oradan 3 oy o'tdi. To'g'ri aytgan ekansan, Fariya. Yaratgan guvohligida so'z beraman. Endi qo'limdagi boylikni faqat xayrli ishlarga sarflayman. Tinch yot, do'stim. Nima? Siqilyapsanmi? Yo'q. Qal'ani kulini ko'kka sovurish niyatida sotib olgandim. Biroq endi yagona istagim uni tezroq tark etish. Ketdik. Film G'ayratbek Abdulahatov tomonidan HD formatga o'zgartirildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Odil egam ajrimni berur.